Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi obzorimiz RKF T1 modeli. Endi ko'pchilik RKF T1 modelini hozirgi boshqa turlari ham chiqib ketdi. Biz unga to'xtalmaymiz. Biz o'zimiznikiga javob beramiz. Biznikida ikki xil turdagi modelimiz bor RKFda. Bu to'g'ri chiziqli ko'radigan va qavariq chiziqli ko'radigan. Ikkalasi ham bir xil modelda. Bu bizni eski oldingi birinchi partiyada 60 dona olib kelgan partiyamiz. Bu oxirgi modellardan. Hozirgi yangi chiqqan xuddi o'zimizniki mana Texnovet yozilyapti va chiqib kelyapti. Bu apparatimiz mana shu ko'rinishda keyingi qismlarda sotuvni boshlaymiz. Xo'p, bu ikkalasiga to'xtaladigan bo'lsak, ikkalasi konfiguratsiyasi bir xil. Xo'p, sensorli ekran, ikkalasida ham knopkalarda boshqarsa bo'ladi. Batareykasi 10.000 amper. Xo'p, qavariq chiziqligimiz 27 sm chuqurlik ko'radi va eng yaqin ko'rishi 111. Xo'p, bu modelimizga to'g'ri chiziqliga keladigan bo'lsak, bu eng chuqur ko'rishi 173 sm ko'ra oladi va eng yaqin ko'rishi 80. Bu 80 deganimiz santimetrda emas, millimetrda hisoblanadi. Shunda 27 santimetrga 17,3 santimetr chuqurlikka ko'ra oladi degani. Xo'p, bu yerda nima yana anavlari bor? Chamadonni bir xil, alyuminiy hisoblanadi va ko'rinishlari ham bir xil. Bu modellarimizda bizda 2 yil garantiyasi bor, servis xizmatlari bor. Bizda hozirgi kunda zontlar, ekran va sensor. Bularda eng nozik tarafi sensor hisoblanadi. Bizlarda buni zapchastlar olib kelib qo'yganmiz. Buziladigan bo'lsa, birdan joyda almashtirib to'g'rilab beramiz. Xo'sh, yana nimalarga to'xtaladigan bo'lsak, plastmassadan yasalgan korpusi, orqa korpus sovutish tizimi bu qizib ketadi. Bunga e'tibor bermaysiz, sababi bu suvga chidamli hisoblanganligi uchun bu qiziydi. Bu qiziganlik hisobida sovutadi o'zini. Bu anavsi yo'q, titrashning joyi yo'q. Bu ham xuddi shunday. Bu mana zontini ulash jarayoni mana shunday ko'rinadi. Zont olinadi va zontni ulash jarayonida xuddi mana shunday ulanadi va qotiriladi.